Assalomu alaykum mehrli pazandalarim. O'zbek qaynona TV kanaliga xush kelibsiz. Bugun mana shunday dungan qalampirlarini bankalarga yopishni o'rgatib qo'yaman. Albatta videoni oxirigacha ko'rib, qish fasliga saqlab qo'ysangiz bo'ladi. Tayyorlab ishimizni bismillahirrohmanirrohim kalimasi bilan boshlab olamiz va qalampirlarni yuvib, tozalab olamiz va xuddi shu uslubda mayda-mayda qilib to'g'raymiz. Ushbu tuzlamani turklar juda ham sevib, mazza qilib iste'mol qilishadi. Albatta, siz ham o'rganib olsangiz foydali retsept bo'ladi deb o'ylayman. Qalampirlarni mana shu razmerda to'g'rab oldik. Endi ustiga qaynoqqina suvni quyib qo'yamiz. To'la qilib quyib, ustini yopib dimlab qo'yamiz. 20-25 daqiqa xona haroratda qoldiramiz. 20 daqiqa o'tgandan so'ng suvlarini to'kib yuboramiz. Mana qalampirlarimiz yumshab tayyor bo'lib qoldi. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Mana bittasini hozir ko'rsataman. Shunaqangi buklanadigan holatga kelib qoladi, sinib ketmaydi. Endi 05 bankalardan foydalanamiz. Bankalarni yuvib, oftobda sterilizatsiya qilib olganman. Parga qo'yish shart emas. Shunaqangi 05 bankalardan foydalansangiz, qish faslida ham tezda ochib, tugab, yangi ochib yeysiz. Shuning uchun shunaqa kichkina bankalarga tayyorlab qo'ying. Bankalarning ichiga bir banddan mana shunday ukruplarni solib olamiz. Keyin chesnok solamiz. Chesnokni ham maydalab to'g'rab olganman. 1-2 donadan lavr yaproqlarini solamiz. Endi tayyorlab olgan qalampirlarimizni bankaga solib chiqamiz. Juda ham to'la qilib solib yubormaymiz, chunki suvlari juda ham mazali bo'ladi. Shuning uchun suviga ham joy qolish kerak. Agar qalampirlari to'lib ketsa, suvi kamroq bo'lib qolishi mumkin. Ushbu qalampirni bir tayyorlab yeb ko'rsangiz, boshqa qalampirlarga umuman qaramay qo'yasiz. Juda ham mazali, juda ham yeyishli bo'ladi. Ayniqsa qahraton qishning sovuq kunlarida organizm shunaqangi qalampirlarni talab qilib qoladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Endi bankamizga qalampirlarning ustidan 1 choy qoshiqda tuz solamiz. Bankalarga tuzlarni solib oldik. Endi uksus solamiz. 70% uksus bo'lishi shart. Aslida 70% ustiga ham mana shunday eng foizi baland bo'lgan 90% baklashkada sotiladigan uksusdan aralashtirib yuboraman. Shuning uchun barcha tuzlamalarim, bodringlarim umuman otmasdan turadi. Qo'limdagi 70% firmaning uksuslariga albatta suv aralashtiriladi. Shuning uchun siz o'ylaganchalik kuchli bo'lmaydi. Mana shunaqa baklashkada sotiladigan podvallarda bo'ladi va ziravorlar sotiladigan rastalardan so'rab topib olsangiz bo'ladi. Yarim litrli baklashkani olsangiz uzoq vaqtga yetadi. Albatta sotib oling shundan. Baklashkadagi uksuslar qo'lbola 90% uksuslar hisoblanadi. Endi bankamizga ozginagina shakardan solamiz qoshiqning uchida, chunki uksusni nordonligini olib turishlik uchun. Va olovning ustida shaqillab qaynab turgan suvni quyamiz. Suv yaxshi qaynagan bo'lishi kerak. Juda ham oson tayyorlanadi. Bugungi retseptim sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, bir dona like tugmasini va obuna tugmasini bosib qo'ying. Yangi kelgan mehmonlar bo'lsa, ehsonli qo'llaringiz bilan bosib qo'ygan laklaringiz boshqa pazandalarimizni ham o'rganib olishiga sabab bo'ladi. Biroq bekajonlarga yetib boradi. Xuddi shu uslubda mana qopqoqlarini mahkam qilib yopib qo'yamiz. To'nkarib qo'yishimiz kerak, chunki qopqoqlarning orasidan suvlar oqib ketmasligini bilishlik uchun. Endi ushbu bankachalarimizni issiqqina qilib o'rab qo'yamiz. Agar adyolcha bo'lsa yana ham yaxshi. Shunaqangi sochiqlarga o'rab bir kunga qoldirdim. Bittasiga mana ochib ko'rsatyapman. Shunaqangi tillarang holatga kirib, ranglari ham juda ham chiroyli bo'lib qoladi. Suvlari shunaqangi mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'rasiz.
Ko'rib turganingizdek judayam oson tayyorlanadi, sizdan ko'p mehnat talab qilmaydi. Ushbu qalampirlarimiz qish faslida shunaqangi qanday tatiydi pitsalar bilan va yog'li nonlar bilan mazza qilib birgalikda qo'shib yesangiz ham bo'ladi. Suvlari esa shunaqangi zo'r bo'lib chiqadi. Hozir mana bittasini ochib ko'rsatyapman. Muzlatgichga qo'yaman buni. Albatta, taomlar bilan iste'mol qilamiz. Qolganini esa yerto'laga joylab chiqaman va kerak bo'lsa yana tayyorlashim mumkin. Hozircha yarim kilogramm qalampirda mana shu 4 dona 0,5 bankada chiqdi. Ushbu retseptimizni qalampirni xush ko'ruvchi dugonalarimizga jo'natib qo'yasiz. Barchangizga rahmat. Ko'rishguncha mehribon Allohimga omonat bo'ling.